insoniyat ilk bora osmonga parvoz qilganida samolyot emas, aynan havo shari vositasi bo'lgan. 1783-yilda aka-uka Montgolfier tomonidan yaratilgan issiq havo shari Parij osmoniga ko'tarilganida uni tomosha qilgan guvohlar hayratdan lol qolishgan. Bugun esa oradan salkam 250 yil o'tib, Samarqand viloyati Urgut tumani osmonini mana shunaqa chiroyli rang-barang havo sharlari bezab turibdi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, Urgut tumanida ilk bora Xalqaro havo sharlari festivali o'tkazilmoqda. Urgut tumanining Bahrin mahallasida ilk bor o'tkazilgan Xalqaro havo sharlari festivali bu gal nafaqat havoda suzayotgan sharlar manzarasi, balki yurtimiz ekstremal turizmi uchun yangi ufqlar ochayotgan katta voqea sifatida tarixga kirmoqda. Keyingi yillarda mamlakatimizda turizm sohasi tubdan yangilanish, kengayish va chuqur ildiz otish davrini boshdan kechirmoqda. An'anaviy tarixiy, ziyorat, gastronomik turizm yo'nalishlari qatorida endilikda ekstremal sarguzasht va havo turizmi ham katta talabga ega bo'lmoqda. Ayniqsa bu yo'nalish yoshlar, xorijlik sarguzasht ixlosmandlari va kontent izlayotgan sayohatchilar orasida ommalashmoqda. Xalqaro miqyosda ilk bor tashkil etilgan ushbu festivalga 10 ga yaqin mamlakatdan 100 dan ortiq ishtirokchi tashrif buyurdi. Festival dasturida esa tomoshabop havo sharlari shoulari, milliy va xalqaro musobaqalar, rang-barang gastronomik ko'rgazmalar, konsert dasturlari, xalq o'yinlari va boshqa madaniy tadbirlar o'rin olgan. Urgut xalqini, umuman Samarqand xalqini kayfiyati cho'g'. Mana bunaqa xalqaro festival, ekstremal festival ularga yaxshi kayfiyat bermoqda, xalqni ruhini ko'tarmoqda. Respublikamizda birinchi marta o'tkazilmoqda va nasib bo'lsa bundan keyin shu narsa reja qilingan, an'anaviy tarzda o'tkazib borish. Nima uchun aynan ekstremal sport turlariga oid festivallar aynan Urgut shahrida o'tkazilyapti? Urgut tumani aynan tog'li hudud bo'lganligi va o'zining go'zal tabiati bilan, demak, mahalliy va xorijiy sayyohlar o'ziga jalb qilganligi bois aynan Urgut tumanida, demak, turizmni ekstremal turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu maqsadda, demak, Urgut tumanida deyarli har oyda o'sha xalqaro darajadagi ekstremal tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Misol uchun, o'tgan oyda Urgut tumanida, demak, Anday mahallasida xalqaro paraplan festivali tashkil etildi. Festivalga, demak, dunyoning 30 dan ortiq mamlakatidan ishtirokchilar qatnashdi. 25 mingga yaqin mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrifi amalga oshirildi. Xuddi shunday mana bugun Urgut tumanida yana bir xalqaro tadbir, ekstremal tadbir hisoblanadi. Demak, xalqaro havo sharlari festivali tashkil etilmoqda. 50 mingdan ortiq o'sha mahalliy sayyohlar, xorijiy sayyohlar tashrifi amalga oshirilmoqda. Qaysi mamlakatlardan aynan sharlar olib kelingan? Sharlar asosan MDH mamlakatlaridan olib kelingan. Bu kabi katta festivallarni tashkil qilishda albatta xalqaro tajribalarga ham asoslanadi, to'g'rimi? Qaysidir davlatdan o'rganilgan yoki qaysidir davlatdan tajriba olgan holda ushbu festival o'tkaziladi. Albatta, aynan mana shu festival aytadigan bo'lsak, bu o'sha Turkiya davlatidan andoza olingan, tajriba olingan, demak, u hududda biladi, demak, Kapadokiya, demak, tepaliklari mavjud. Bizning ham maqsadimiz aynan Samarqandda, demak, o'sha xuddi Turkiyada Kapadokiya singari, demak, o'zining havo sharlari bilan mashhur bo'lgan maxsus bitta turizm zonasini tashkil etish, aynan Urgut tumanida. Osmonga suzgan sharlar bu nafaqat texnik qurilmalar, harakatdagi san'at, havo va yorug'lik simfoniyasi, gorizontal emas, vertikal go'zallikka aylangan timsol hamdir. Urgut har doim o'zining go'zal tabiati, shifobaxsh havosi va mehmondo'st yurtdoshlari bilan ajralib turgan. Endilikda u ekstremal turizmning ham yoqimli manzillaridan biriga aylanish yo'lida dadil qadam tashlamoqda. Aynan Bahrin kabi tabiati so'lim mahallalarda har yili xalqaro darajadagi tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu esa hudud infratuzilmasini rivojlantiradi, mahalliy aholi bandligini ta'minlaydi va eng asosiysi, yurtimizga bo'lgan sayyohlar oqimini sezilarli darajada oshiradi. E'tirof etish joiz, shar uzra parvoz qilish bu oddiy sayohat emas, bu ichki sarguzasht, o'zini tabiat bilan yana bir bor uyg'unlashtirish. Ayniqsa Urgut tog'lari, soy va qoyalari, keksalikdan hikoya qiluvchi daraxtzorlari va tiniq havosi parvozga chinakam joziba bag'ishlaydi. Festival kunlari Urgutda o'zgacha ruh, o'zgacha kayfiyat hukm surmoqda. Yurtimiz va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlar har daqiqani zavq bilan, har lahzani hayrat bilan qarshi olmoqda. Kimdir ilk bor sharga chiqmoqda, kimdir esa bolaligidan orzu qilgan parvozni amalga oshiryapti. Ba'zilar esa bu mo'jizaviy manzaralarni fotolentada abadiylashtirib, o'z yurti madaniy hayotiga yangicha ruh bilan olib ketmoqda. Bu festival nafaqat havo sharlariga qiziquvchilar uchun, balki keng jamoatchilik, mahalliy aholimiz va yoshlar uchun ham ilhom baxsh etuvchi katta voqelik bo'ldi.
Shunday qilib, Urgut osmonida rang-barang sharlar parvozi yana bir bor yurtimizda xalqaro miqyosdagi bayramlar o'tkazish an'anasiga boy hissa bo'lib qo'shildi. Turli mamlakatlardan tashrif buyurgan ishtirokchilar, mehmonlar, shuningdek tomoshabinlar uchun bu festival unutilmas taassurot qoldirdi. Xalqaro sharlar festivali bu nafaqat osmon uzra parvoz etgan sharlar, balki bu tinchlik ramzi, xalqlar o'rtasidagi do'stlik, madaniyatlar uyg'unligi bo'lib xizmat qiladi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.